Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazida kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati o'rgandim, o'rgatishga shayman mavzusida amaliy seminar tashkil etildi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Ma'lumki, bugungi kunda o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o'z bilimini muntazam boyitib borish maqsadida Sirdaryo viloyat pedagogik mahorat markazi tomonidan kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati o'rgandim, o'rganishga shayman mavzusida amaliy seminar trening tashkil etildi. Ta'kidlash lozim, kasbiy rivojlanish o'quvlarda o'qituvchilar tomonidan o'zlashtirilgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan umumta'lim maktablarida qo'llashlarini tahlil qilish, ularga zarur metod yordam ko'rsatishdan iborat. Ta'kidlash lozim, kasbiy rivojlanish o'quvlarda o'qituvchilar tomonidan o'zlashtirilgan yangi bilim va ko'nikmalarni o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan umumta'lim maktablarida qo'llashlarini tahlil qilish, ularga zarur metodi yordam ko'rsatishdan iborat. Bugungi tashkil etilgan seminarning asosiy maqsadi ham pedagogik faoliyatda kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlarida o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish yo'llarini birgalikda muhokama qilish, innovatsion tajribalar bilan o'rtoqlashishdir. 15 fevraldan buyon tashkil etilib kelinmoqda. Umumiy ko'rsatkichlarimiz, umumiy maktablar soni 314 ta, tayanch maktablar 12 ta, master trenerlar 1 nafar, trener mentorlar 14 nafar, yetakchi pedagoglarimiz 300 nafar. Bugungi tadbirimiz boshlang'ich ta'lim yo'nalishidagi o'qituvchilarimizning kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soatlarining birinchi bosqichining yakuni hisoblanadi va bunda bizda boshqalarga nisbatan bizda o'zbek guruhlari, qozoq guruhlari hamda rus guruhlari birgalikda millatlararo totuvlikka yo'naltirilgan holatda juda ham chiroyli tadbir o'tkazildi. Shuningdek, seminarda barcha faol ishtirok etishini ta'minlash hamda sermahsul munozaralar, ijodiy fikrlarni va foydali bilimlarni tinglash maqsadida zakovat turniri tashkil etildi. Mazkur zakovat turnirida pedagoglardan tashkil topgan jamoalar 3 ta shart bo'yicha bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Aytish lozim, bugungi seminar ochiq va interaktiv ruhda o'tganligi hamda pedagoglarning tajriba almashishi, taqdimotlar, munozaralarga boyligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Seminar treningning yakuniy qismida faol ishtirok etgan jamoalar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.